Pisochniy xamirdan slayonniy somsa tayyorlab ko'rganmisizlar? Ayni mehmonbop somsada yarmi qovoq, yarmi go'sht. Somsa xamiriga qancha yaxshi sariyog' ishlatsanglar, shuncha mazali chiqadi. O'zbekina 82% kalliy sariyog'ini qirg'ichdan chiqarib, uni bilan urvoq qilamiz. Alohida idishga tuxum, qaymoq, suv, tuz, razrixli sil solib aralashtiramiz. Urvog'imizni ustidan quyib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Jayam yumshoq qilib qo'ymaylik. Xamirimizni yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Ungacha nachinkalarni tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra qovoq, go'shtli qilib bo'ladi. Avval birinchi zuvalani yoyib, eritilgan sariyog' surib, ikkinchi zuvalani ham yoyib, ustidan qo'yib, yaxshilab tortib o'rab olamiz va xamirni 2-3 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Somsa xamir albatta xolodilnikda turgan bo'lishi kerak, shunda tugish osonroq bo'ladi. Meni xamirim tinmagani uchun tugishga biroz qiynaldim, chunki xamir sariyog' surgandan keyin yana ham yumshab ketadi. Lekin sizlar albatta xamirni xolodilnikda tindiringlar yoki bir konda qilib qo'ysanglar ham yana ham yaxshiroq bo'ladi. Somsalarni tugib, tuxum sarig'i va suvli aralashma surib, kunjut sepamiz. Qizib turgan duxovkada pishirib olamiz.